Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan sog'-salomat yuribsizlarmi? Mana biz ham ishlab turibmiz. Mana bu yerda mana o'sha trendga chiqadi degan fasonimizdagi materiallarimizni tayyorlab, ikkita uyda ish bo'lyapti. O'zimiz rayonda, bittasi Qizilbayroq tarafda, bittasi shu Gurmironda. Xudo xolasa yana davomi bor. Materiallarni chiqarib zakotovka qilib turibmiz. Hozir yana mana bunday uzorni qarang, ajoyibligini bir. Mana shunday holatda sokolga mo'ljallab tayyorlab turibmiz. Buni atrofi palasali bo'ladi, mana bunday qora. Bu bizga mana shunday ko'rinishda sokolda turgan bo'ladi. Xudo xolasa bitgandan keyin yana obzor ko'rsatamiz. Juda ham ajoyib, chiroyli, noodatiy, haqqoniy bir mramor toshlardan, granit toshlardan qilingan holatni beradi, xudo xolasa. Shuning uchun qadrdonlar, agar fasad qildirmoqchi bo'lsangiz, egiluvchan plitkaga, gibkiy kamenga albatta qiziqing. Chunki material yengil, mustahkam, har qanday ob-havo sharoitiga chidaydi va zamonaviy material deb hisoblanadi. Aynan bizdan olishingiz ham shart emas. Agar bizdan uzoqroqda bo'lsangiz, o'zingizni bir viloyatingizda ishlab chiqaruvchilar ham bo'lishi mumkin. Shunchaki agar joiz topsangiz, solishtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, kimni ishi sizga ko'proq yoqsa, o'shalarni xizmatidan albatta foydalaning. Tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.